Assalomu alaykum, hurmatli Cherry Termiz obunachilari. Bugun sizlar bilan ushbu crossover variant Cherry Tiggo 8 Gibrid avtomobili bilan tanishib chiqamiz. Old farlar LED chiroqlar bilan o'rnatilgan. Arbisovkalarga keladigan bo'lsak, juda chiroyli, yangi zamonaviy usulda bezatilgan. Old qismiga keladigan bo'lsak, akalar, old qismida Parktronic va orqa qismida ham Parktroniclar mavjud. Mashinamiz 1.5 turbina 340 ot kuchi bilan jihozlangan. Mashinamiz 100 km ga 4.5-5 ta rasot qiladi. Mashinamizning zapas holi 1200 km. Bu degani siz Termizdan Toshkentgacha bemalol zaryadga to'ldirmasdan, to'xtamasdan yo'llarda mazza qorliq chiqarib borishingiz mumkin. Mashinamizning old loboy qismiga keladigan bo'lsak, o'zining zavodskiy videoregistratorlar bilan jihozlangan va atiga bir dona fleshka bilan 360 gradus tomonda bemalol ya'ni yozib ketishi mumkin. Loboy qismida o'zining yomg'ir datchiklari mavjud. Agar siz yomg'ir yog'ib qoladigan vaqtda qo'lingizni umuman ishlatmasdan, o'zi avtomatik dvorniklar ishlab, sizga ancha qulaylik keltirib, yomg'irlarni tozalab berish funksiyalariga ega. Mashinamizning ushbu qismiga keladigan bo'lsak, bokovoylarida 360 gradus tomonni kuzatib turuvchi kameralar bilan jihozlangan. Mashinamizning ruchkalariga keladigan bo'lsak, yangi va zamonaviy qilib ishlangan. Bular albatta eshik yopganingizda ichkariga kirib turadi. Xo'sh, hurmatli aziz kuzatuvchilarimiz, sizlar bilan ichki salonimizga ham yetib keldik. Ichki salonda ko'rib turganingizdek, siz uchun juda ham qulay bo'lgan funksiyalar mavjud. Ularda bitta sanab o'tadigan bo'lsak, albatta bu joyda eng gramli birinchi ko'zga tashlanadigan tomoni, ko'rib turganingizdek, birinchi navbatda albatta bu ko'zga tashlanadigan va barcha funksiyalar mana shu yerda mujassam bo'lgan 15,5 dyuymli monitorlarimiz bilan jihozlangan va haydovchiga asosiy kerak bo'ladigan balonni damlari, mashinaning rasxodlari hamma narsa mujassam bo'lgan, haydovchiga juda ham yengillik beradigan 10 dyuymli monitorlarimiz ham bor. Xo'p, rulga keladigan bo'lsak, aziz hurmatli obunachilarimiz, rulda barcha knopkalar sensorli. Bu yerda ovoz media tizimini boshqarib, голосовой управлениялар bilan kurs kontrollari va palas udajlarini boshqarsangiz bo'ladi. Va tom qismiga keladigan bo'lsak, bularda zavodskiy qora qoplamali tom bilan jihozlangan. Bu albatta 4 ta oynaga ta'mir uradigan bo'lsak, tom qismini qoraytirish hojati yo'q, zavodskiy qora bo'lib chiqqan. Xo'p, albatta patolog qismiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilarimiz, boshqa modellarga o'xshab tomlarni qoraytirish hojati yo'q. Bunga 4 oynamizga ta'mir uradigan bo'lsak, sizni ancha ichi salqin saqlaydi. Va tom qismiga keladigan bo'lsak, panorama lyuk bizni qarshi oladi. Bunda juda ham ajoyib bo'lgan sayohatlarga, shaharlarda yurganingizda boshqacha atmosfera berib turadigan lyukimiz mavjud. Albatta bizga juda ham ko'p qulaylik beradigan o'rta qismi, ya'ni bar qismiga keldik. Sizlar bilan bar qismini ko'radigan bo'lsak, bu monitorimizda ventilyator, konditsioner va boshqa barcha turdagi mashinalarning xarakteristikasi va media funksiyalari, ichki funksiyalar, tashqi funksiyalar hammasi shu monitorimizda joylashgan. Va bu yerga keladigan bo'lsak, bu yerda 5 soat zaryadga bemalol telefoningizni simsiz quvvatlanishingiz mumkin. Va mashinamizda 5 xil rejimlari mavjud: sport, eko, standart, tok va gibrid tizimlari mavjud. Va mashinamizda qishki mavsumda oynalarda o'zi avtomatik parlantirmaydigan tizimlari ham mavjud. Bu yerdan ularni sozlashingiz mumkin va barimizning asosiy burchagi bo'lgan barning ichiga nazar soladigan bo'lsak, ichida bemalol suvlaringizni uzoq yo'lga ketsangiz, sovutib, yaxlatib, muzlatib ketishingiz mumkin. Va orqa o'rindiqlarimizga ham ancha qulaylik bo'lishi maqsadida orqa tomonda deflektorlarimiz ham mavjud. Va shuningdek yana bir narsaga ko'z tashlab ketishimiz kerak. Ushbu ikki qator oldida sidenlarimizda sovutish tizimi ham mavjud. Orqa tizimimiz 4 ta sidenada isitish tizimlari mavjud. Va mashinamizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli orqa stoplar bilan jihozlangan va ushbu Cherry yozuvlari anchagina chiroy berib turadi. Orqa qismida ham Parktroniclar mavjud. Bu sizning parkovka qilish paytida ancha sizga qulaylik beradi. Orqangizda har xil to'siqlar bo'ladimi, boshqa jihozlar bo'ladimi, bu sizni ogohlantiradi. Mashinamizning to'lov turlariga keladigan bo'lsak, mashinamizni 4 xil turda xarid qilsangiz bo'ladi: naqd, avtokredit, rassrochka va imtiyozli kreditda. Albatta, avtosalonimizga tashrif buyursangiz, sizlarga turli xil turdagi xizmatlarimizni taklif etamiz. Trening xizmatlarimiz bilan test drive xizmatlarimiz ham mavjud. Sizni Cherry avtosalonida tez kunlarda ko'rish nasib qilsin.